Yo'lga qaramay nima qilyapti? Ho, inasini ko'rsataman-da hozir. Nabi nima deysan, shu eshak toshingga bora olamizmi? Endi borolmasa kerak. Hozir hamma bloger chiqyapti-ku eshak. Biz ham bayroqdan olib olamiz. Ketaveramiz agar borsa. Bu borsa kerak. Ketibku mana. Hal kichkina-ku. Eshaging bo'ralar. Nimadan? Jannati deb bu yurkak. Ana yotdi chaylaga. Bizda mana ishqa yurum. Qo'y. Qaramaymiz, yurib ketib qarasiz ekan. Nang umr mollar joyiga turibdi, hech qanday sug'urmaganim, ovqatim bermagan. Voy, borsam gazlayman hammasini. To'xta, menga qaragin. Bu raisning moli naqo'y bizaga shaharga ish topganman. Shaharga borib ishlaymiz. Qanday ish? Yo beton qo'yamiz, yoki taksi qilamiz. Bu raising yotibdi faqat ish qilmaydi. Yeb bilar, rais. Inarsizlardi. Mollar boqmagansan, qachon ish qilasan? Rais bu molga qaradingiz. Kut staroy o'z chaylaga. Kimdir o'zi suvga og'darib ketdimi deydi. Inarlar, sizlar men shunday kulyapsan. Idinna, shaharga ketamiz. Ya, tashla. Bu rais kimga? Sen bu tarafdan turib, Makka anoda ichiga kirasan, sen ichib qo'yaman, u tarafdan kiraman. Anovi ko'rmaydi. Bo'pti, davay. Galbayib. Tunçke bir şey tutuyor. Yi. Sizlar ishga yo'q, o'chirmaysizlar. Baqacha urmayman, unamayman. Rais bor, nima qildi? Mana turdi ikkalar. Sizlar bo'yna shaharga ish ko'rjapsizlar. Yuringlar, sizlarga gaplashib beraman. Sizlar barda qilmasalar, nima kerak? Yuringlar. Rais bor, biz kechiring. Boshqa qilib qo'ydik-da. Sizlar katta bachcha bo'lib turib, qanday gashi yoshlik qilalar? Men bu chalg'itdi-da, men mol qarayotgandim. Eshakni o'rtaga tutdi. Eshak bilan sizlar qayerga ketmoqchisizlar? Toshkentga nima bu? Hamma blogerlar boryapti Toshkentga. Praktika yig'yapti. Biz ham shunaqa yig'moqchi. Eshak o'ldirib qo'ysang kim pulini to'laydi? O'lmasa, hozir sizlar qaramasalar och qolib o'lar-ku. Mollarga nima qaramayapsizlar? Qattiq bo'lar-ku. Buni sotib sizlarga yeyib-ichiribman-ku. Nima qilmaylardi? Bo'ldi, rais bor, kechiring. Ishga borsangiz bo'ldi. Yuringlar. Sizga o'zim jang kiyim olib beramiz. Qanday ketamiz? Men Jackson taksi chaqirdim. Yangi programma chiqdi. Instagramda ko'rdim, rais bor. Chaqirib qo'ydim, o'zi ketib qoldi. Bo'ldi, yuring, vaqt olmaylik, hali mollarga ham qarashimiz kerak. Zo'rlik. Rais bor, bizlar ko'chirishga binomatmasku. Mollar boqinglar-ku. Siz qattiqni sotib pulni olasizlar, keyin to'laysizlar-da. Nima qilasiz? Yakson taksi ilovasini yuklab olasiz. Programmaning ichiga nomeri bor, zakazni beraverasiz. Qulayliklari juda ko'p. Eng qizig'i, shopirlarni savdolasangiz bo'ladi. Narx-navosini ko'tarib tushsangiz ham bo'ladi. Yuk yetkazib berish xizmati ham bor. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga va Perigon xizmatlari bor. Yakson taksi Toshkent shahar va O'zbekistonning barcha hududlarida ishlaydi. Taksini sizlar chaqirdik hamroh.